Mao gün bir lağmanның qo'rmisini qo'rishni chiqarib, mush yo'lishimning lağmanga amroqligida qo'rimisni har xil qilib 7 kun unda lağma aytib bersam, bu lağmandan zerikdim demaydi deb chiqarib qo'ysam, bekchi qizlar inkas rayonig'imi ayrim xat yozibmi debdi. Bizning uydagi erlarmi lağmanga shunchalik amroq deb. Amsi biz bugun birlikda shu lağmanchilar uchun qayrindan foydalanib, yana bir xil ochiq-chuchuq qo'rim qo'rishni birlikda bugun paqamdiq do'stlar. Oldi bilan qo'y qayrindan birini tayyorlab, pokiz yuvib tozalab olgandan keyin ko'rsatilgandek inchik sir qilib to'g'rab olamiz. Qo'shimcha ko'ktat va materiallarni ekranga tafsili yozib qo'ydim. Shu bo'yicha tayyor qilib olamiz. Undan boshqa jiz xamir tayyorlab olamiz. Undan keyin qayrinni suvdan o'tkazib bir pishirib olamiz. Qayrinni sovuq suvga silib, azroq limon suvi siqaversak, qayir puroqni yo'qtidi. Undan keyin oldi-keyin 10 minutlar atrofida qaynatib pishirib olgandan keyin suzib elib tayyorlab olamiz. Undan keyin qo'rim qo'riydigan qazinimizni isib may qo'yib may qizigandan keyin qayrinni silib 3-4 minut qayrin qizarg'icha yaxshi aralashtirib qo'rib olamiz. Undan keyin lapiza, samsaq, zanjivil, so'ng piyozlarni silib, ta'mining texim yeyishlik chiqish uchun azroq kavavichin, aqmushlardan berib, rangining texim chiroyli chiqish uchun cho'ng ustamning chamg'o'jang yo'sitimi bir qo'shiqdan jaqaraq qo'yib olib, to'r darmak va jangyoning mezlik purq chiqicha o'tirhal o'tda 3-4 minut atrofida yaxshi qo'rib olamiz. Lekin rangining texim chiroyli chiqish uchun cho'ng ustamning qizilmuch qiyamidimi yarim qo'shiq atrofida silib bir qo'rib rangi o'zgargandan keyin 2 cho'mish atrofida qaynoq suv qo'yib 3-4 minut qaynatib suyni bir pishirib olgandan keyin oxirida yeshil laza, qizil laza, bosh piyoz, samsaqlarni bir vaqt silib, ta'min tashlash uchun muvofiq tuz, azroq ochiq suv berib atgandan keyin bir shik qo'riblam, qo'rib olgan qo'rimni silib olgan cho'pning ustiga asaqlam tayyor bo'ldi. Buni mushunda qo'rib lag'man cho'pi bilan ham emas, mifallar bilan yoki nonning qitig'i yo'gab yesanglar alomat yeyishlik bo'ldi. Qayrinda g'ayri puroq degan narsa yo'q, intayin yeyishlik bo'lib ketibdi. Sizlar oyat chuqum qo'rib bir sinab yaqinlar o'rganib oldinglarmi?